biz barchamiz sevib iste'mol qiladigan nonning dasturxonimizga yetib kelguncha qanday bosqichlardan o'tishini o'rganib olamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Birinchi bosqich bug'doy yetishtirish. Non tayyorlash uchun avvalo bug'doy kerak. U dalillarda o'sadi. Quyosh nuri va suv bilan oziqlanadi. Bug'doy yetilgach, uni yig'ib olish kerak. Kombaynlar yordamida bug'doy to'planadi va ishlov beriladi. Yig'ilgan bug'doy tegirmonlarda maydalanganidan so'ng un hosil bo'ladi. Bu un non tayyorlash jarayonida muhim elementdir. Keyingi bosqich non tayyorlash. Un, suv, tuz va xamir turishini aralashtiramiz. Bular nonning asosiy qismlaridir. Aralashtirgandan so'ng xamirni oshirish kerak. Bu jarayonda xamir turish o'z ishini qila boshlaydi. Bu vaqt ichida xamir ko'tarilib, yumshoq bo'lib qoladi. Keyin biz xamirga shakl beramiz. Xamirga shakl berib bo'lgach, pechga qo'yamiz. Ana endi nonni pishirish jarayoni boshlandi. Bunda xamir pishib, o'zining ajoyib ta'mini va mazasini, chiroyli rangini oladi. Pishgan non dasturxonimizga keladi. Endi u biz iste'mol qilishimizga tayyor holga keldi. Ana shunday qilib, non dasturxonimizga yetib kelguncha qanday sarguzashtlarni boshidan o'tkazganini ko'rib chiqdik. Non bizning kunlik ovqatlanishimizda muhim ahamiyatga ega. Tabiiy fanlar bilan o'qish va o'sishda davom eting.